Savol: ro'za tutgan odam namoz o'qimasa, ro'zasi qabulmi? Ro'zani demak qabul bo'lishi to'g'risidagi shartlarni hammasi kelgan. O'sha yerda namoz o'qish sharti yo'q. Bu degani namoz o'qimay yuraversin degani emas. Birodarlar, iymon, e'tiqod bo'lgandan keyin har bir ibodatni o'zini o'rni bor. O'zini alohida buyrug'i bor. Ana o'shini qilgan bo'ynidagi vazifasini, farzini ado etaveradi, qilmagan gunohkor bo'lib boraveradi. Hozirgi savolni demak bir noqulayligi, birov umid bilan ro'za tutib turibdi. Ro'za tutyapti, shuni Alloh ko'niga solibdi, o'zi bir o'ylabdi, tutyapti. Endi unga borib namoz o'qimasang ro'zang qabul emas desa, ro'zasini ham ochib olsa bo'ldi-da, ana. Bitta bo'lib turgan narsa to'xtab qoladi. Shuning uchun ro'za tutishdan barakalla. Yarim kechada saharlikka turib, ochlikka, chanqoqlikka chidab yurasiz ekan, Xudo sizga katta bir baxt beribdi. Endi namoz o'qisangiz undan ham yaxshi bo'ladi deyish afzal emasmi shu? Bizda shu teskarisiga o'rganib qolganmiz-da. Teskarisi shu eshitganmiz, aytadi. Ro'za tutsang, namoz o'qimasang, molni og'zini boylab oldiga xashak solib qo'yganman baravar deydi. Shuni aytishadi. Uni o'rniga barakalla, ro'za tutganingiz juda zo'r bo'pti. Xudo xolasa farzingizni ado qilasiz, savobi ko'p bo'ladi. Lekin namoz o'qisangiz undan ham nihoyatda yaxshi bo'ladi. Namoz o'qish ro'za tutishdan oson. Mana shunaqa gaplarni aytish kerak. Xo'p, boshqa tarafda ham shu, zakotni ham aytilyapti. Birodar, mana ro'za tutishsiz juda ulug' narsa. Zakot ham shu ro'zaga o'xshagan katta bir rukun ibodat. Ro'za bu badan ibodati bo'lsa, zakot mol ibodati. Buni qiling, molingiz ko'payadi deb tushuntirsin zakotni. Zakot bermasang ro'zang qabul bo'lmadi, ro'zani ham tutmay qo'yaver degandan foyda yo'q.